İkki Türlük birikmi Dora ve Döletlik DNA Sanliq ma'lumot Ambirining Arqisidiki odatdagi kishilar o'ylabmi yetolmaydigan rezillikler. Ularni to'simasak 1 milliard 200 million xalq tirik a'zo ambiriga aylanadi. Liyipining 2019-yil 9-sentyabrda o'zining YouTube kanalida so'zlagan so'zi. Ko'pchilik, yaxshimsizlar. Men hozir sizlar bilan birga ba'zi bir uchurlarni o'rtoqlashmoqchiman. Bu uchurlarni bizning umumiy xalq adolati atirtimiz bir qancha kunning oldida qo'lga keltirgan bo'lib, asli mazmunini Chinjin o'z videosida aytib o'tgan. Bugun men davlat ichidagi ba'zi bir do'stlardan isbotlarga erishdim. Buni ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bu uchurlar nurg'un odamlar uchun ishongusiz darajada. Chunki normal odamlarga nisbatan aytganda bu zolimlarning, bu mustabidlarning qabilikining darajasini tasavvur qila olmaymiz. Biroq bizning tasavvur qila olmasligimiz bu rezilliklarning yuz bermaganligini, ularning bu rezil qilmishlarni qilmaganligini bildirmaydi. Shunga ko'pchilik buningga ishoninglar, cho'qim ehtiyot qilinglar. Ikkinchi Dünya urushi mezgilida natsist Germaniyasi mushundaq qabiy jinoyatlarni o'tkazgan. Ular 6 million Yahudini yig'ilish lagerlariga qamab, ularning barliq mol-mulkini talon-taroj qilgan. Hatto tog'dak dövilangan jasadlarning oltin tishlarini yulib olgan. Ondan ularni cho'ng tipdagi yepiq mashlarga solab, ko'ydirib yo'q qilgan. Shu chog'larda bu xil vahshiyliklarning yuz berganligiga ancha ko'p odam ishonmagan. Taki Amerika armiyasi ham ittifoqchi armiya natsist Germaniyasini g'ulitib, o'zlari ishg'ol qilgan shu rayonlarga besib kirib, ashu yig'ilish lagerlarini, ashu cho'ng tipdagi mash o'choqlarni, ashu cho'ng tipdagi kollektiv ko'milgan azgonlarni topqucha, bu vahshiyliklarni sing'i elib va rasmlarga tortib dunyoga oshkorlamagicha bu xil vahshiyliklarning yuz berganligiga ancha ko'p odam ishonmagan. Natsistlar o'ltirib ulgurmagan, o'riqlab bir so'ngak, bir ter bo'lib qolgan ashu top yahudilarni ko'mib ulgurmagan, ashu top jasadlarni ko'rgandan keyin ondan kishilar bu vahshiyliklarning yuz berganligiga ishongan. Nürnberg sotida Yahudilar qirg'inchiligi ko'rsatilgan sillar va rasmlar oshkorlangandan keyin kishilar qattiq cho'chigan. Bu dunyoda mushundaqmi vahshiy hokimiyat, mushundaqmi vahshiy insonlar bo'lamdi, ha? Amaliyotda rostili bo'lgan. Ammo natsist Germaniyasi birdan biri emas. Bundaq vahshiyliklar nurg'un davlatlarda bo'lgan, bo'libmi kommunist davlatlarda bo'lgan. Xitoydami burun yuz bergan, hozirmi yuz beryotidi. Dastlabki 30 yilda Xitoyda zo'r jinoyatlar elib berilgan. Tinchlik mezgilida necha million Gomindang amaldorlari, askarlar qirilgan. Tinchlik mezgilida ular allaqachon taslim bo'lib bo'lgan turuqliq, hech qanday qarshilik qilish imkoniyati qolmagan turuqliq o'xshashlar o'ldirilgan. Uningdan sirt yer islohoti mezgilida ommani qo'zg'itib turib, Gomindang bilan hech qanday munosabati bo'lmagan
milyonlagan yer egilleri, baylar öldürülgen. Keyinki madaniyat zor inqilobi davrida o'zlarining ichidagi ziyolilarni ziyonkashlikka uchirtib, necha million odamning o'lishini keltirib chiqargan. Ba'zilar bu faqat dastlabki 30 yilda yuz bergan ishlar, biroq keyin ular bu xatoliklarni tuzatdi, texmi oqilona, texmi madaniyatlik bo'lib ketdi, islohot elib bordi, eshikni sirtqa echivatdi deyishi mumkin. Amaliyat shundaqmi? Undaq emas. Ularning faqat harakat shaklida o'zgarish bo'ldi, ularning psixikalik holatida o'zgarish bo'lmadi. Qandaq psixikalik holat u? Mavzudan burun kommunistlarda o'rtaq bo'lgan ashundaq bir xil ongni nihoyatda tipik holda o'ttirg'a qo'ygan. U nima degan? U ayni davrdagi so'g'uq urush mezgilida yadro qurollarning tahdidi bo'lgan mezgillarda biz qo'rqmaymiz. Bizda eng ko'p narsa odam. 800 million odam bor. 20 o'lib ketsimi, shu o'lgan 20ni o'g'it qilib ishlatib, qolgan 20 orqali Amerika jahongirligi bilan Sovet revizionizm bilan davomli kurash qilaveramiz degan. Mana bu tipik holdagi Xitoy kommunistlarining ko'z qarashi. Mush xil ko'z qarash bo'lsa, ular odamning hayotiga hurmat qilmaydi. Ular butun xalqni va ularning mol bisotini, o'zlarining siyosiy maqsadini amalga oshiradigan, siyosiy huquqini qo'g'daydigan qurol deb qaraydi. Mavzudan o'lgandan keyin yana bir turkum kommunistlar o'xshashla bu xil psixikalik holatga varislik qilib keldi. Deng Xiaoping 1989-yildagi milliy uyg'onish harakatini bostirishdan xeyli burunla. Biz hokimiyatning 20 yillik tinchligini qo'lga keltirish uchun 200 ming odamni o'ltirsak arziydi degan. Mana bu mavzudan ideyasining davomidir. Deng Xiaoping o'ldi. Biroq uning siyosati, ko'z qarashlari yana davomlashyapti. Keyin Jiang Zemin hokimiyati Falun Gongchilarga ziyonkashlik qildi. Necha million Falun Gongchilarni tutib, mengisini yudi, dahshatlik qiyin qistoqqa oldi. Buning ichida yana nurg'un odamlarning ichki a'zolari tirik peti kesivilindi. Faqat Liaoningdila heliqi Wang Lijun degan Jehi idorasining boshlig'i bo'lib turgan chog'da bir tadqiqot o'rni qurilgan. Bu atalmış tadqiqot o'rnida ichki a'zolarni tirik biti kesib elish texnikasi tadqiq qilingan. Yana tehi patentga erishgan. Beijing Universiteti Guanghua instituti uningga patent huquqi mukofotini taqdim qilganda, u bu necha minglagan kelinkilik a'zo ko'chirish tajribasidan kelgan tadqiqot natijasi deb ochiqdan ochiq aytgan. Mana bu shuni isbotlaydiki, bu hokimiyat Deng Xiaoping o'lgandan keyin bu xil qalblarni titirtadigan qabiy siyosatni zo'r ko'lamda yurgizyotidu. Hozir bu qabiy siyosat butun dunyoning diqqatini tortdi. Sharq Turkistonda necha million odam yig'ilish lagerlariga solinib, qattiq xo'rlanyotidu. Qattiq jazolanyapti, hatto o'ltirilyapti. Butun dunyo buningga qarshi chiqyapti. Bu vahshiy qilmishni ayiblayapti. Amerika mush ishga qarta
inkas qaytırıp, dövlət siyasəti arqılıq kommunistlarni cazalashqa o'tdi. Mən yuqorida aytib o'tgan ishlarning bir qismi bo'lib o'tgan. Tarixga aylanib bo'lgan bo'lsa, yana bir qismi hozir yana davomlashayotgan rezilliklardir. Hozir men tövəndə aytmoqchi bo'lgan ish bo'lsa, texi kishilarning diqqatini tortmagan bir ish. Birinchi, Xitoy kommunistlari hozir bir xil zuji, ya'ni birikmi Dora deb atiladigan bir qancha xil Doraning birikmisidan tuzilgan Dorani kashf qildi. Bu asosliqi ikki turga bo'linadigan bo'lib, birinchi turi bo'lsa nervini kontrol qiladigan Dora. Bu xil Dora iste'mol qilingandan keyin odam xudini yo'qotadi. Sirtqi dunyoga bo'lgan inkosi suslashadi. Normal odamlarda bo'lishga tegishlik ba'zi inkoslar. Masalan, normal odamlarda ojizlar bo'zaq qilinganda ularga bo'lgan hissdoshlik, ich og'ritish qatorliq ichki his tuyg'ular bo'lib, jamiyatning adolatsizligiga bo'lgan g'azab nafrati eshib, ma'lum darajaga borganda portlab chiqadi. Bu o'tganki ko'p qitimliq qarshilik harakatlarda ifodalangan. Xitoylar aslida hargizmi bir qul millat emas, aksicha qarshilik ro'yiga ega. 2010-yili Xubeyning Shishou rayonida bir begunoh o'ldirilgan oshpaz uchun nech tuman odam ko'chalarga chiqib qarshilik bildirgan. Keyin nurg'un odam qo'lga ilingan. 2 yilning oldida Zhejiangning Changnan rayonida mushundaq vaqa bo'lgan. Xitoyning nurg'un yerlarda omma harakatlanib, zo'ravonlikqa qarshi turgan harakatlar, tengsizlikka, zulmga qarshi turgan harakatlar, huquqni qo'g'dash uchun elib borgan harakatlar bo'lgan. Xitoy Kompartiyasi bu vaqalarni to'plashib vaqa tug'dirish deb atab olgan. Bu xil Dora odamlarning ruhaniyatidagi mush xil normal qarshiliklarni yo'q qiladi. Bu xil Dora sizni tirik mordaga aylantirib, sirtqi dunyoga bo'lgan sezimingizni yo'q qiladi. Bu turdagi dorilar hozir ishlatilishga boshlangan. Ikkinchi turdagi dorilar bo'lsa, jismoniy jihatdan tugashtiradigan dorilar bo'lib, bu xil dorilar texmi qabi. Bu xil dorilar sizning ro'yingizga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, zaharlik elementlar badaningizda asta-asta ko'paydi. Dastlabida siz faqat bearam bo'lganda his qilasiz, ammo sababini topolmaysiz. Doktorga ko'rinsingizmi, sababini topolmaydi. Doktor nima kasal bo'lganligingizni bilolmaydi. Biroq badaningizda benormallikning bo'layotganligini bayqaydi. Bu xil zaharlik elementlar yig'ilib, ma'lum bir chekka borganda ichki a'zolaringiz rasmiy kordan chiqadi. Masalan, jigar raki, börak zaiflashish yoki boshqa har xil shakldagi kasalliklar ko'riladi. Bu bir xil birikmi Dora bo'lib, rak qatorliq nihoyatda nurg'un kasalliklarni keltirib chiqardi. Bu turdagi dorilarning qirg'in qilish kuchi texim yuqori. Xitoy Kompartiyasi o'tganki bir necha yildan beri mushu turdagi dorilarni tadqiq qilib yasab kelyotidi, ham ba'zi bir kishilarning ustida sinoq qilib kelyotidi. O'tganki ko'plagan xalq harakati faoliyatchilari, kishilik huquq faoliyatchilari turmalarga solanganda asli teni sog'lom bo'lib, tuyuqsiz ig'ir kasalga giribdor bo'lgan ham tuyuqsiz o'lib qolgan.
Мәсәлән, көпчілік тонушлық болған Nobel tinchlik mukofotining sahibi Liu Xiaobo әпәнди әмді texi 60 yaşqa kirgan chaqda jigar raki bo'lib qolgan. Uning turmushi hargizmi tartibsiz, egiz-pes emas. Aksicha, turmush tartibi intayin yaxshi bo'lgan bir odam edi. Biroq o o'lgilik turma deb atalgan turmada jigar rakiga giribdor bo'ldi. Yana birisi Xubeydagi xalq harakati faoliyatchisi Pinming Xubeydagi Shayang dehqonchilik maydoniga nazarband qilingan vaqtda tuyuqsizla yurak kasali qo'zg'alib o'lgan. Ummo shu chaqda amdil 60 yoshga kirgan edi. Yana birisi bo'lsa Jiangsu'dagi xalq harakati faoliyatchisi Yang Tianshui ko'p xil kasalga giribdor bo'lgan bo'lib, turmadan qo'yib berilib, bir oyga bormagan vaqt ichida o'lgan. Mana bular Xitoy Kompartiyasi turmalarda tajriba obyekti qilib ishlatgan kishilar. Yana nurg'unlagan nomsiz diniy faoliyatchilar, kishilik huquq faoliyatchilari mushundaq sababsizlar o'lib ketdi. Bu xil dorilar tadqiq qilinib chiqildi. Ularning gapi bo'yicha allaqachon kelinkilik tajribalardan o'tib bo'ldi. Allaqachon zo'r ko'lamda tarqitilishga boshladi. Bu dorilar osh tuzi, ichimlik suv, har xil yemakliklarga qo'shilish orqali tarqitildi. Hatto ba'zi dorilarning tarkibiga bu xil birikma dorilar aralashtirildi. Maqsad bir qism kishilarni ro'yi jihatdan kontrol qilish, jismoniy jihatdan vayron qilish. Bu xil odam ro'yini kontrol qiladigan dorilar asosligi nuqtaliq bir qism kishilarga ishlatiladi. Masalan, yosh oliy maktab o'quvchilari o'qish bitirgandan keyin xizmat topolmaydi. Ularning belgilik bilim saviyasi bor. Jamiyatga nisbatan ma'lum darajada tushunchasi bor. Ham shundaqla yosh kuch-quvvati urg'ib turgan bo'lib, asalla mavjud tuzilmaga qarshi turish yo'liga atlanib ketalaydi. Bu xil kishilarga ro'yi jihatdan kontrol qilish dorilari ishlatiladi. Sizlar Beijing, Shanxaydagi ba'zi bir oliy maktablarga berib ko'rib beqinglar. Shu yerlardagi nurg'unlagan o'quvchilarda mush xil kasallik holati ko'rilishga boshlagan. Ularning ro'yi holati 20 yil burunqi, hatto 10 necha yil burunqi oliy maktab o'quvchilarining ro'yi holatiga butunlay o'xshamaydi. Ashu oliy maktablardagi o'quvchilarning chiroylarida hech bir ifoda yo'q. Noiti bexud holatda. Sirtqi dunyoga hech bir inkos yo'q. Haqiqatanmi tirik mordlarga o'xshab qolgan. Bu hargizmi ularning xatolik emas. Balki kompartiya mush xil dorilar orqali ularning badanida shundaq unumga erishgan. Ular jismoniy jihatdan tugashtiradigan dorilarni ba'zi bir xalq harakati faoliyatchilariga va ba'zi bir liberallarga, falungongchilarga va ba'zi bir yer osti xristian diniy mordlarga ishlatyotidi. Kommunistlarning nazarida bu xildagi kishilar ishonishga bo'lmaydigan, balduroq ko'zdan yo'q qilish zarur bo'lgan kishilar to'pidir. Xitoy Kompartiyasi hozir madaniyat inqilobi davridagi tuzilmaga, Shimoliy Koreya tuzilmasiga qarab qadam ilyotidi. Bu tuzilmani rasmiy yo'lga qo'yganda cho'qim bir turkum odamlarni ko'zdan yo'qtidi.
xuddi mavzudun ayni vaqtda o'zlari aksiyatchil kuchlar deb atib olgan yer egillarini, Gomindangning harbiy xodimlarini, diniy sohadagi kishilarni yo'q qilgandek. Hozir Shi Jinping mavzudun davrdagi tuzilmani qaytadan barpo qilyotidi. U cho'qimlam jamiyatdagi qarshilik qilish ehtimolligi eng yuqori bo'lgan shundoq bir turkum kishilarni yo'qtidi. Birinchidan, yosh oliy maktab o'quvchilari. Ikkinchidan, kishilik huquq qo'g'dug'uvchilari, diniy zotlar, xalq harakati faoliyatchilari, liberal ziyolilarning hammasi yo'qotish obyekti bo'lib hisoblanadi. Ular hozir texnik unumlik vositalar bilan, yuqori fan texnikaning yordam bilan mushu turdagi kishilarni nishonlab turib Dora berdi. Shunga ko'pchilik cho'qim ehtiyot qilinglar. Agar siz kun-kunlab ruhsiz yursangiz, sirtqi dunyoga bo'lgan inkosingiz suslashib ketgan bo'lsa, butun badaningiz bearam bo'lib, ammo hech qanday kasal bayqalmagan chog'da cho'qim ehtiyot qiling. Cho'qim yemak-ichmakingizga diqqat qiling. Hem shundaqla o'zingizning hozirgi holatining hargizmi sal qarashqa bo'lmaydigan holat ekanligini cho'qim bilishingiz kerak. Buningga cho'qim astoydil muomala qiling. Men yuqorida degan bu ikki turdagi birikma dorilar asosliqi alayda turkumdagi kishilarni nishon qilgan. Men demoqchi bo'lgan yana bir ish bo'lsa, hamma fuqarolarga qartilgan tadbir bo'lib, bu texim qo'rqinchliq. Taxminan 1-2 oy burun ular butun mamlakat bo'yicha erlarning DNA'sini tekshirgan bo'lib, barliq erlarni o'zlari turishliq o'rinlardagi soqchixonlarga yoki sayya o'rinlarga berib, o'zlarining DNA avrishkisini topshirishni talab qilgan. Ba'zilarning sho'lgaylari ilingan, ba'zilarning qini ilingan. Undaq bo'lsa, ular bundaq g'oyat zo'r tipdagi DNA sanliq ma'lumot ambirini yasash orqali nima qilmoqchi? Bundaq cho'ng harakat to'g'risida Xitoy Kompartiyasi hech qanday bir hujjat chiqarmadi. Keng xalq ommasiga bu DNA sanliq ma'lumotlarni nimaga ishlatadiganligi to'g'risida hech qanday tushuncha bermadi. Faqat ba'zi bir fuqarolar so'rab qolganda munosabatlik amaldorlar, ijrochilar yoki soqchilar asosliq maqsadning jamiyat amonligini kuchlantirish ekanligini, mubada birarsi ma'lum bir yerda jinoyat o'tkazsa, faqat jinoyatchining DNA'sini tekshirib chiqsalar, qayerdan kelgan degandek uchurlarni osonla tepib, jinoyatchini tezroq qo'lga ilishga foydali ekanligini tushuntirgan. Jamiyat amonligini kontrol qilish balki shu maqsadlarning biri bo'lishi mumkin. Ammo buning orqasida texmi cho'ng maqsadlar yoshiringan. Bu maqsadlar texmi qo'rqinchli, texmi qabiy. Ko'pchilik balkim biladi. Xitoy Kompartiyasining rahbarlarining umri odatdagi odamlarning umridan ko'p uzun. Xitoydagi o'ttirchi umr qanchalik? Hukumat tarafining e'lon qilgani 76 yosh. Bu faqat hukumat tarafining aytqini. Xalq arqisidiki tadqiqotchilarning o'ttirg'i qo'ygani bo'lsa, faqat 65 yoki 66 yosh atrofida. Biroq Xitoy Kompartiyasidagi bu yuqori darajalik rahbarlarning o'ttirchi umri 93 yoshga yetib borgan bo'lib, odatdagi Xitoy fuqarolarining
o'ttirchi yashidan 26 yoki 27 yosh atrofida yuqori. Bu odatdagi fuqarolardan yuqori bo'lib qolmasdan, g'arb ellardagi demokratik davlat rahbarlarining o'ttirchi umridan 12 yosh yuqori. Bundaq uzun ömür qandaq amalga oshgan? Bu ularning yaxshi kutinganligidan bo'lganmi? Undaq emas. Buning bir qancha omillar bor. Birisi ular alayda pishiqlab ishlangan yemekliklarni yeydi. Bu jihatda odatdagi Xitoy fuqarosidan afzallikka ega. Ammo chet eldagi rahbarlar bilan selishtirganda undaq afzallik yo'q-da. Chunki chet eldagi o yemekliklar hammasi bexatar tursa, hammasi sog'lom yemekliklar tursa, şoň ularning alayda yemekliklarmi chet eldagi odatdagi yemekliklar bilan asosan o'xshash. Bu jihatdan afzalligi yo'q. Ularning davolanish jihatimi odatdagi fuqarolarga qaraganda afzalligi bor. Har birining har yili davolanish va sog'liqni saqlash uchun sarf qilgan rasxodi 20 milliondan eshib ketadi. Şoňa ularning odatdagi fuqarodan bu jihatda afzalligi bor. Biroq davolanish sharoiti yaxshi bo'lsa, qiyinlikdan bo'lgan kasalni davolab saqaytib, uzun umr ko'rgili bo'lmaydi. Chet eldagi davlat rahbarlarining davolanish sharoitlari intayin yaxshi-ku. Hatto chet eldagi odatdagi odamlarning davolanish sharoitlari nihoyatda yaxshi. Nemishqa unchalik uzun umr ko'rolmaydi? Şoňa buni butunlay aniq tushuntirish mumkin emas. Balkim davolanish sharoiti yaxshi bo'lg'achqa, odatdagi Xitoy fuqarolaridan bir qancha yil uzun umr ko'rishi mumkin. Ammo 20 necha yil ortiq yashay olishi natayin. Chunki odam ichki a'zolaridan xohlagan birisi buzilsa yoki qardan chiqsa, odamning davomliq yashash tas. Şoňa Xitoy kommunistlarining uzun umr ko'rishining bir maxfiy retsepti bor. U bo'lsa doim ichki a'zolarini almashtirib turish. Agar bir ichki a'zo qardan chiqsa, ular darhalla yangi bir ichki a'zo almashtirib, hayotiy qobiliyatini yaxshilab kelgan. Bu ichki a'zolar nadin kelgan emsa? Başqalarning badanidan olgan. Xitoyda a'zo ko'chirish texnikasi intayin tez taraqqiy qilgan. Bu jihatdan dunyoning oldingi saviyasiga yetib bordi, deyishga bo'ladi. Ko'plagan davlatlardagi davolang'uvchilar bo'libmi taraqqiy qilmagan mustabid davlatlardagi davolang'uvchilar hammasi Xitoyga kelib a'zo almashtirdi. Zimbabvening oldingi mustabid hukmroni Mugabe 97 yoshgacha yashab, texi oldingi oyda o'ldi. Ammo Xitoyga berib ichki a'zolarni almashtirgan. Ammo u birdan bir emas. 20 necha yilning oldida men Kanadaga amdi kelgan chog'larimda bir doktorxonada bir mezgil meditsina xizmatchisi bo'lib ishlagan. Shu yerdagi bir doktorning deyishicha, doktorxonadagi börekini tozaltayotgan bemorlarning tuyuqsizli yo'qab ketib, 1-2 oydan keyin paydo bo'lib qolganligini. Hamda bu doktorga o'zining Xitoyga berib börek almashtirib kelganligini aytib bergan. Bundaq ish doim degidek bo'lib turgan. A'zo almashtirishning Xitoyda g'oyat zo'r kasbiy zanjiri bor.
2015 yıldan burun Xitayning sobiq Səhiyyə ministri Huang Jiefu ichki a'zolarning asosli kelish manbasi o'limga hukm qilingan jinoyatchilar deb ko'p qitim oshkor e'lon qilgan. Keyin ular bir qonun ma'qullab, o'limga hukm qilingan jinoyatchilarning ichki a'zolarini ishlatmaydigan bo'lgan. Ammo bu qonun haqiqiy turda ijro qilinmagan. Bu faqat e'lon qilib, sirtqi dunyoga bildirib qo'yish uchunla qilingan ish. Ular yanala o'limga hukm qilingan jinoyatchilarning ichki a'zolarini ishlatyotidi. Zo'r ko'pchilik Xitoylar, ya'ni 99.99% Xitoy o'lgandan keyin ichki a'zolarini taqdim qilishni xohlamaydi. İchki a'zolarini taqdim qilish biz Xitoylarning an'anaviy qarashlarimizga xilof. Hech kim ichki a'zolarini taqdim qilishni xohlamaydi. Hozirgacha bo'lgan oraliqda ichki a'zolarning kelish manbasi yanala o'limga hukm qilingan jinoyatchilardir. Biroq hozir o'limga hukm qilingan jinoyatchilar yetishmaydigan bo'ldi. Chunki hozir Xi Jinping Mao Zedong davridagidek, Kim Jong Il davridagidek huquq markazga markazlashgan, g'oyat zo'r mustabid hokimiyat sistemasi qurmoqchi. U texmi ko'p odamlarning o'zining bu hukmron guruhiga qatnashishini markazdala emas, balki hamma yerda o'ziga mutlaq sodiq bo'lgan partiya hukmronligidagi harbiy hukumat qurishni umid qiladi. U bu odamlarni o'ziga jalb qilmoqchi. Nimaga taynib o'ziga jalb qilmoqchi? Buningda faqat iqtisodiy manfaatga tayanmaydi. Chunki Xitoyning iqtisodi kelgusida gumron bo'ladi. Ularning ba'zi bir alayda huquqining bo'lishi muqarrar. Ammo allaqachon bayashat, rohat farog'atda yashab, odatlanib ketgan bu amaldorlarga nisbatan bu alayda huquqlarning unchalik jalb qilish kuchi yo'q. Undaq bo'lsa, nima orqali jalb qiladi? Ularning hayoti orqali. Ularga bu sistemaga qatnashib, Xi Jinpingga sodiq bo'lsa, umrining boshqalarga qaraganda xeyli uzun bo'ladiganligi to'g'risida va'da beriladi. Shundaq qilib, ular texmi yaxshi kapolatga erishadi. Ichki a'zolaringlar zaiflashgan, kardan chiqqan vaqtda yangi a'zo bilan ta'minlaymiz. Bizning hozir g'oyat zo'r odam ichki a'zolari Sanliq ma'lumot ambirimiz bor. Hayot ichki a'zo Sanliq ma'lumot ambirimiz bor. Vaqti kelganda biz ehtiyojga asosan taqsimlaymiz. Faqat mushu sistemaning ichida bo'lsanglar, mushundaq kapolatga ega bo'lasizlar deb va'da beriladi. Mana bu kelgusida huquq markazlashgan mustabid tuzilmani qurib chiqishning muhim halqalarining biri. Hozir DNA tekshirishning ichiga yoshiringan bir maqsad butun mamlakatni bir ichki a'zo ambiriga aylantirish. Shunga hozir Xitoyda faqat kishilik huquq qo'g'dug'uchilar, xalq harakati qo'g'dug'uchilar, Falun Gongchilar yoki musulmonlar mushundaq bir xil xatarlik vaziyatga yuzlanayotgan bo'lmasdan, Xitoydagi barliq kishilar bu xil xatarlik vaziyatga yuzlanayotdi.
Faqat siz Xitoy Kompartiya hükümran guruhining a'zosi bo'lsingizla, siz o'ltirilish obyekti bo'lasiz. Vayron qilish obyekti bo'lasiz. Siz hayot ichki a'zo ambiri bo'lasiz. Ko'pchilik o'zimizning hozirgi ahvolimizni tunib yetishimiz kerak. Cho'qim vaqtida amal tepib chiqishimiz kerak. DNA tekshirishidan qochalaydiganlar qechish kerak. Qochalmaydiganlar cho'ng kichik, qeri yosh hammasini safarbarlikka keltirib, qarshilik ko'rsatish kerak. Saqchilar kelib, majburiy qon olmoqchi bo'lsa, ko'pchilik ittifoqlashib, shu saqchilarni qo'g'lab chiqarish kerak. Şirketlerinin səhiyyə idarələrinin xadimləri kelib, məcburi halda şölgəy əvrişkisi almaqçı bolsa, çoxum ularni məqsədiga yetkizməslik kerak. Çoxum ularning planlarini bitchit qilish kerak. Ularning planlari əməliləşib qalsalar, bütkül Xitoy millatiga nisbatan zo'r bala qazo bo'ladi. O çağda biz at ulağının ornida bo'lib qalamiz. Hayvanning o'rnida bo'lib qalamiz. Tajriba buyumlarining o'rnida bo'lib qalamiz. Ash taxtining ustidagi go'shga aylanib qalamiz. Xohlagancha talon-taroj qilinamiz. Ularni cho'qim to'sishimiz kerak. Bugun mushinchilik so'zlay. Mush uchurlarni anglagan do'stlarning bo'libmi kishilik huquq qo'g'dug'uchilarning, xalq harakati qo'g'dug'uchilarning, liberal ziyolilarning amal chora tepib, albatta bexatar bo'lgan sharoitda amalining boricha bu uchurlarni tarqitishini, atrofidagi kishilarga, do'stlarga, xo'lim qo'shnilarga tarqitishini, hammaylarning hushyor turishini umid qilaman. Hammaylanda mushundaq hushyor turadigan ong bo'lgandila, biz Xitoylarda hayot qoladigan umid bo'ladi. Parlaq kelajakka yetadigan umid bo'ladi. Ko'pchilikka rahmat. Kelar qitim ko'rishayli. Xitoychadan tarjim qilguvchi Tuyghun.